Hammaga assalomu alaykum. Musobek Uz kanali hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning Xudo xolasa obunachilarimiz chorshanba kuni 21-may 2025-yil biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'rtaqishloq mahallasiga kelganmiz. Obunachilarimiz O'rtaqishloqda maktabini past aqqa tomonda joylashgan o'yinxonamiz ko'pchilik aka-ukalarimiz bilishadi. Yangi partiya Xudo xolasa O'lmas akamiz yemlari keldi. Sizlarga chiroyli syomkalar qilib beramiz. Mana mashinalardan tushyapti. Ekraningiz o'ng tomonida obuna bo'lish tugmasini bosib ketsanglar bizga obuna bo'lasizlar akalar. Bizda yangi videolar chiqadi har kuni. O'sha endi dahshat kelganda, dahshat. Xudo xolasa nahnovalari o'zlari yo'qlar. Masalanmiz endi hamajim bilan Xudo xolasa chiroyli syomka qilib beramiz. Bizga farqi yo'q. Obunachilar o'tgan safar videoda aytdimki, ko'pchilik aka-ukalarimiz kommentariyaga yozishdi. Baribir sizlar uchun baribir chiqaraveramiz. Endi ancha odam xafa qilib qo'ydi-yu. Endi mayli. O'lmas akamiz yo'qlar o'zlari. Yuk jo'natishyapti. Adam ba'dan endi biz syomkalar qilib chiqarib turaveramiz. Kelsalar o'zlari bilan syomkalar qilamiz. Keyin kunjara narx-navolarini ko'rgan aka-ukalarimiz bo'lsa 7 ming so'mgacha sotilinyapti kunjaralar narxi. O'zlari aniq hisob qilib olasizlar. Mana shu yemimizdan. Bu dahshat ham bu. Vobshe. Ana oq qopdan ochib beramizmi aka? Ana bir sariq qopdan olmoqchi edim. Yo'q, shunaqa ekan, men ko'rdim. Shunaqa bir xil. Zavod bitta qop addin, ya? Qop addin. Ammo buni men o'zim avvalish sariq qopni ichida oq qop qo'shilib qo'ygan ekan. Oq qo'yiladi, mana oq qopni ichida deb. Oq qopda. Aha. Zavod bitta. Zavod bitta. Mana o'tgan safar haligi yerda to'kilgan o'sha narsa mana. Yerda to'kilgan narsa shu mana. Mana. Bir xil. Mashina to'kilgan oq anaqa sariq qoplar. To'kilgan narsa shu. Atxot yemamiz, xudo xolasa. Buni necha pul qilib beryapsiz aka, amaga endi narxini? 1700 so'mda turibdi. Turibdi, xudo xolasa. O'zgarganlar. Qanqadan? Oshganimiz ham yo'q, pasayganimiz ham yo'q. Turibdi. 1700 turgani ham yaxshi ama. 1700 turgani ham yaxshi. Yana bir mashina kelyapti. Kunjaraning narxini olay ko'rib turibsizlar aka-ukalar o'zlaring. 7000 so'mgacha sotilinyapti ekan. 6000 so'mdan zavoddan chiqarsa yomonladilar. Endi mayli-yu. O'lmas akamiz endi qachon kelsa qachon yo'q. Ba'da ham yemlarimiz yo'q, tugagan. Mana shu yemlar keldi, yangilari. Mana shu yerda ham bepulliklarimizdan ham bor. Obunachilar bexijolat kelasizlar, hali yo'q deyishmaydi, qo'shib berishadi ikkita bo'lsa ham. Olganlarga yarasha qo'shib berishadi. Ularda kilolari. Ama aka kilosini o'lchab ko'rdingizmi? Bir qopini. Lekin o'ta ham og'ir. Buni o'zi hali zavodda ovozsiz video qilib chiqaruvdik-ku, o'sha yemlar mana shular bo'ladi. Aka mana shuni qo'yib berasiz, taroziga bitta ko'rardi kilosini. 22 dan 25 gachami? Bitta ko'rib beraylik, lekin o'ta og'ir edi bu yemlar. Mana shuni qo'yavering, ochig'i. Bundan olingan ham? Ko'rmagan qop, yarim ko'p. Tarozimiz o'chiq ekan-a? Mayli, to'kildi. Siz raqamini. Hop, mana 0 bo'ldi. Bitta qo'yib ko'ring-chi qani. Keyin bitta bekag'ini ham qo'yib ko'ramiz. 22,5 pashti. Endi ana shuni qo'yib berasizmi bittasiga? Bittani qo'ying. Endi bundan ko'rgazmaga olib ketishda 3-4 kishi ko'rib ketgani. Anjonliklar, akalarimiz olib ketishdi. Ularga ham ulguringlar. 29 kilo. Malades. Shunaqa, bundan oshiq ham bor ichida mana ular. 22 kilodan o'rtadan 30 kilogacha chiqyapti-da. 30 kilogacha bo'lyapti. To'kilganini keyin ko'rsatib beraman. Bo'ldi aka, sizga ham rahmat. Zo'r ham aka bu. Puliga arziydi ham aka, vobshe zo'r narsa bu. Qopda to'kilgan-da. Zavoddan, bunkerdan chiqqan narsa. O'zim ko'rsatganman, birinchi ovozsiz video qilib chiqarib qo'yganimizda. Ancha odam ovozsiz qilib chiqarib qo'yibsizlar deb so'rashdi endi mana. Ovozsiz sizlar chiqardilaring, men miyam yedim. Biz bizda ayb bizda. Tog'a ovoz qani. Voy, sizlarni ko'rgan narsam men ham ko'ryapman. Nimami? Xo'p, amaki yengil yo'q bu yerda. Yo'q, yengil yo'q. Yengil jo'natishgan yo'q umuman. Faqat 1700 so'mliklardan, ha? 1700 so'mlik. Endi ana 3-chi mashina kelsa,
unda nima borligini men bilmayman. Bilmaysan unda ham. Bu qancha kelib qolar ekan? Men bilmadim men qay vaqt. Ammo yo'lda bo'lishi kerak. Ammo yo'lda bo'lishi kerak. Kechqurun soat 4 da yuklagan unga. Kechqurun 4 da yuklangan. Aha. Radioda shopir dam olib yotib kelayotgandi. Mhm. O'zim vaqt 4 da. Xo'p, bular birim qanchadan qo'yamiz ekan buni? Shu narxida turibdi. Shu narxi sal tushirmaymizmi yo bo'lmasa ekan bilishadi? Jon bilan gaplashamiz. Bo'lmasa ekan bilan gaplashilinadi. 002 21 22 50 nomerga qilinglar agar ko'proq olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa. Agar o'shalar. Agar hali kelsam obunachilar uchinchi mashinani ham tushirganini olaman, kelolmasam videoni qo'yib yuboraman. Ammo aka o'zi sotib olibsizlar anchasini. Ha, u orqa tarafni bo'shatib, to'ldirib. Bundan keyin hali o'ta katta to'nda turibdi obunachilar. Kelaverasizlar, behazolat. Bu yo'q narsa emas. Sero. Molga o'tib bergan. Unda sho'rxaga o'xshab titilib ketyapti. O'zidan o'zi ishlasa qilgan yo'q-a? Mana shular ham sho'rxaga o'xshab titilib ketyapti. Aha. Optada qotirish kerak ekanda. Sho'rxaga o'xshab mana titilib ketyapti. Changlari ham ko'tarilib ketadi o'ziga. Ha. Zo'r, bunimizdan ko'p akalar ana shaqasi dash ketgan. 50-60 tonna bormi o'zi? Nima bo'lsa kerak. Bu chiqib qoladi ham-a? Bo'lmasa ekamiz bilan ancha xafa qilib qo'ydilar, mayli sizlar uchun bu video chiqaraveramiz. Sizlar uchun bo'lyapti, hamma yo'q. Endi negativ akalarimiz ham o'zlari bilishadi-ku. Obunachilar bo'pti, hammaga rahmat. Mana ular qanday, mama aka? Yo'q, u rasipnoga devor. Ha, rasipnoyning narsasimi bu? Bo'ldi. Rasipnoga devor. O'tgan safar yemlar mana qopda kelgan. Bular lekin yemlar zo'r keldi. Ana rasipno kelsa, odarganlar Aha. devor. Kelib qoladimi rasipno ham? Keladi. Keladi. Kelsa keladi. Bo'lmasa ham kelsa kelasa. Keladi. Mana o'sha uchunga qolgandan bitta qoldi bu yerda. Aha. Na bu haligi yemmi? Dahshatda yana nima donini oladi. Bir xilda donli chiqib qoldi. Aha. Yo'q, qotgani ko'p ekan. Ha, qotgani bor-a? Ha, undan qattiq bor. Etib sotgan yaxshi. Ha, u narigisi kepayliroq u. Aha. Etib sotgan ham yaxshi obunachilar. Isuzu ham o'zi bo'shab qoldi. 2 mashina tushdi. Ha, rahmat. Uchinchisi ham o'zi tugab qoldi. Yengilsi ham so'rayapti. Hamma yengil ham so'ragan. Mana, hammani yengil ham so'ragan. Tugab qoldimi aka? O'zi tugab qopti. Mana uchinchi mashinaga ham kelsam kelaman, bo'lmasa video chiqib ketadi. Hammaga rahmat akalar. Aytamanmi? Yo'l. Xo'p, obunachilar, xudo xolasa uchinchi mashinamiz ham kelib qoldi. Mana oq qoplar, hop, aytib ketay, obunachilar o'sha 1700 so'mliklar. Sizga syomka qilib qo'ya qoldim. Mana ular 1700 so'mliklar. Mana K harfi borlar, adashmasam shularning ichida sechka ham bo'lishi kerak. 2000 qancha ham chiqadi sechkani narxi. To'shni narxini bilmayman. Nomer qo'yib qo'yaman, akangizdan telefon qilib bilib olasizlar. Shular sechka bo'lsa kerak. Boshqa mana undan ko'p, 1700 so'mligimizdan olasa. Anchasi shu 1700 so'mligidan. Qo'yanlar bir 2 tonna o'lmasa ham adashamasam sechkamiz bor, 2 tonnasi. Qo'yani hammasi 1700 so'mdan o'tib ketadi. Bu 3-resimizda deyishgan edi. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat akalar. Telefon qila olasizlar. 2 tonna sechkamiz bor. Qo'yan hammasi 1700 so'mligimizdan. Hop, videoni oxirida obunachilar. Sechka deylarmi ham aka? Yo'q, bu aboyka bu. Aboyka bu. Bu aboyka bug'doylik bu. Aboyka bug'doyligimiz shu. Mana. Mhm. Shu bitta sxemimdan tushayotgan bug'doy shu. Mhm. Hop. Necha kilo chiqyapti qopam aka endi bular? Necha kilo? Bular 18 dan 25 kilogacha bo'ladi xolos. Mhm. 18 dan 25. Mashinamizdan ham ko'p-a? Hali M, K harfi borlar shulardan, ha? M shu. Shu, aboyka shuni. Aboyka shu. Mashinada ham turibdi, aytdi. Kirasidan ko'rsata olamizmi? Ha, bitta yo'sindan ko'rsataylik. Quyoshga hozir ko'rinmaydi. Quyoshga ko'rinmaydi hozir. Bular 18 kilodan, 15 kilodan 25 kilogacha boradi bular. O'rta hisob. 23,5 kilo. Zo'r ham aka. Doni ham zo'r chiqadi. Bunimizdan ham borami 2 tonna?
Kiton. Bilmayman men qancha jo'natganim. Bundan ham kitonna bor bo'lmasa, netda qoplari turibdi. Qolgan sechga tegdagilar. Ha. Qolgan 1700 so'mliklar mana men. 35 kilolik o'tishga. Mana hammasi 1700 dirham aka. Hammasi 1700 so'm. 1700 so'mliklar bor, hammasi shunaqa. Hali ko'rishdi-yu, nimaqsa ovoraverasizmi? Bo'ldi, ana mana og'irlarni suyla oxiriga qo'shaveramiz. Oxiriga ko'rsatib, ana o'sha o'zingiz ko'rsatsangiz bo'laveradi. Bo'lsa men qo'shtoqlik ko'rsatib berasan. Aha. Mana. Mana shu holatda yemlar bo'ladi. Mana. Qanaqangi yem kerak sizlarga akalar? Zo'r aka. Hammaga rahmat akalar.